Xalqimiz hamisha yaxshiliklarni, ezguliklarni sog'inib yashashni xush ko'radi. Shu bois ham Navro'z birdamlik va hamjihatlik, mehr va oqibat bayrami sifatida ham qadr va ehtiromga munosib. Toshloq tumanidagi Turvat mahalla ahli ham bayramga katta taraddud bilan keldilar. Mahalla obodligi ostonadan boshlanadi. Naqliga amal qilgan yurt fidoyilari xonadonlarni obod va sarishta etishga, oilalarni tinch va totuvligiga alohida e'tibor qaratdilar. Bayram arafasida yosh ulug'lar, ijtimoiy ko'makka muhtoj xonadonlar holidan xabar olindi. Ezgu tilaklar aytilib, yurt obodligi, xalqimiz farovonligi tilab duolar qilindi. Har tongdan, har kundan yaxshilikni sog'inib yashovchi o'zbek xalqidek bahri butun xalq bo'lmasa kerak dunyoda. Qalbi shukronalar bilan to'lgan mahalladoshlar to'kin dasturxon atrofida jam bo'lar ekanlar. Ertangi kunni bugungidanda yanada farovon, yurtlar obod, kelajak avlod iqbolini dildan tiladilar. Navro'z shukuhi har dillarga ana shunday quvonch va baxtiyorlikni tortiq etdi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
Hayrul munzilin. Ey Allah, ahli mahallani qilayotgan ihsonlardan o'zing rozi bo'lgin. O'tmishlarga ulug' to'g'ri qilgin. Qolganlarga ofiyat, tavfiq, rushd, hidoyat ato qilgin ya Allah. Rahmat tushgachilar. Tushgachilar qarang. Dollar sindirib qarang. Dollar sindiringlar. Dollar sindiriyor mevalar açık. Okey içiyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد hamd aytishlikka muhtaram azizlar, hamd degan so'z maqtashlik. Dunyoda maqtashlikka loyiq zot bitta. Siz u bizni xoliqimiz, ya'ni yaratuvchimiz, rizq kulandamiz, tarbiya kulandamiz Alloh taboraka va taologa hamdlar sobit bo'lsin. Hamda ikki olamning sarvari rahmatul lil alamin, butun olamga rahmat bo'lib yuborilgan payg'ambarimiz Muhammad alayhi salomga durud va salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum muhtaram jamoatul muslimin. Bugungi kunda ahli mahalla yaratganga shukrona qilib, ey Alloh, bizlarni qish qirovdan eson omon ko'klamga olib chiqding. Senga shukr bo'lsin. Va yaxshi niyatlar bilan nimaiki ish boshlasak, barcha ishlarimizni o'zing madadkor bo'lgin, barakasini ato qilgin deb yaxshi niyatlar bilan ihson qilar ekansizlar. Alloh ihsonlaringdan o'zi rozi bo'lsin, qabul qilsin. O'tmishlaringga ulug' to'fa qilsin. Qolgan hayotingizni, barchalaringizni, xonadonlaringizga Alloh tuganmas fayzu barakotlarni ato qilib bersin. Muhtaram azizlar, mana bu jamoatga qo'shib qo'yilgan katta ne'mat, shukr qilaylik. Ertalab turyapsiz, ko'zingiz ko'ryapti-ya. Tahoratingizga oyog'ingiz bilan o'zingiz borib kelyapsiz. Bir fikr yuritib qo'ying. Nechta odamlar zor bo'lib, mana qachon tahoratimni ko'tarib olib kelarkin deb zor bo'lib yotganlar bor. Shukr qilsak, Alloh ziyoda qilar ekan, qarang. Bergan ne'matlarini. Bir yosh keksa odam shu yo'lda ketayotsa, shu qoqinib tushdi-da. Qoqinib vaq, shukr. Biror joyim shilinmabdi-ya. O'rnidan turib, yo'lda davom etib ketyapti. Yana qoqinibdi. Keksalikda shukr. Shilinibdi-yu, sinmaganiga shukr debdi. Shu payt bir yigit kelib, "Odam uyingiz qayerda? Etib qo'y." Palon yetdi. Shu yoniga kirib, hali otani yetalab olib boribdi. Uyini oldiga kelib, "Otaxon xursand ki, qo'lingni bir duoga ochgin, haqqingga bir duo qilay" debdi hali otaxon. Shunda hali yigit, "Menga duo o'tmaydi" debdi. "Nima, senga duo o'tmaydi?" "Ey, men shaytonman" debdi. "Ey shayton bo'lsang, nima uchun menga yaxshilik qilib uyimga olib kelib qo'yding?" Shunda shaytonning gapini qarang. Bir yiqildingiz. Yiqilib, shukr dedingiz. Bu holatingizni Xudo ko'rib, xursand bo'lganidan butun urug' aymag'ingiz bilan gunohlaringizni kechirib yubordi. Yana qoqindingiz. Shukr, sinmaganiga shukr dedingiz. Bu holatingizni ko'rib, Xudo butun mahalla ko'yingiz bilan gunohlaringizni kechirib yubordi. Yana bir yiqilsiz, biror joyi sinsa, yana shukr keltirsiz, butun dunyodagi musulmonlarning gunohini Xudo kechirib yubormasin deb qo'rqib ketganimdan uyingizga olib kelib qo'ydim degan ekan shayton. Muhtaram azizlar, yaratganga shukr qilsak, Alloh ko'paytirib ham beraman deyapti. Va ajr ham beraman deyapti, qarang. Alloh hammalarimizni shukr qiladigan bandalaridan qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir muborak hadislarda marhamat qilib aytadilarki, mu'minning do'sti ilm, uning vaziri hilm, uning piri murshidi aql, uning yo'l boshlovchisi ishbilarmonlik, otasi rahm shafqat, inisi mehr muruvvat, lashkar boshchisi sabrdir degan ekanlar. Qarang. Mu'minning do'sti ilm. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir qancha sahobalar bilan o'tirib aytdilarki, "Ey sahobalarim, dunyoda eng katta musibat nima bilasizlarmi?" dedilar. Shunda sahobalar biluvchiroq Alloh
va uni rasuli siz aytib bering. Dunyoda eng katta musibat nima? Shunda Rasululloh aytlarki, johillik, ilmsizlik degan ekanlar. Halil ibn Ahmad rahmatullohi alayhi aytadilarki, odamlar 4 xil bo'ladi. Birinchisi biladi. Bilishini ham biladi. Bu odam olimdir, bunga ergashinglar. Ikkinchisi biladi. Bilishini bilmaydi. Bu odam uyqudadir, buni uyg'otib qo'yinglar. Uchinchisi bilmaydi. Bilmasigina biladi. Bu odam yo'l qidiruvchidir, buni yo'lga solinglar. To'rtinchisi bilmaydi. Bilmasigina ham bilmaydi. Bu odam johildir. Bundan qochinglar degan ekanlar. O muhtaram azizlar, hammamizni yaratganimiz johillikdan o'z panohiga olsin. Bilmagan ilmlarimizni yaratganimiz bildirsin. Bilgan ilmlarimizga amal qilishligimizga Alloh o'zi yordam ato qilsin. Rasulullohning gaplarining davomini qarang. Uning alayhisalom xotini Oysha roziyallohu anha onamiz bilan o'tirib aytdilarki, Oysha dunyoda eng chiroyli odam men degan ekanlar. Shunda Oysha onamiz, "Ya Rasululloh, dunyoda eng chiroyli odam Yusuf alayhisalom dediz-ku." Shunda Rasulullohning gaplarini qarang, "Ey Oysha, meni odobim chiroyli" degan ekanlar. O muhtaram azizlarim, odobimiz chiroyli bo'lsin ekan. Haqiqatda ko'chada biranta bir yigit assalomu alaykum deb odob bilan salom bersa, va alaykum assalom deb xursand bo'lganingizdan orqasida nima deysiz? Otangga rahmat deb qo'yasizlar. Qani? Insonning ko'zini, qoshi chiroyi emas, balki odobi chiroyi ekan. Yaratganimiz hammalarimizga chiroyli odob bersin. Rasulullohning gaplarining davomini qarang. Uning pir murshidi, ya'ni ustozi aql. O azizlar, boshqa maxluqlardan farqimiz aqlimiz. Yaratganimizni aqlimiz bilan taniyapmiz. Rasululloh aytdilarki, 1 soatlik aql yuritishlik 1 yillik nafil ibodatdan yaxshiroqdir dedilar. Qarang. Aql yuritishlik nima? Mana nechtamiz o'tiribmiz. Hech qaysimiz bir-birimizga o'xshamaymiz. Buni qilib kim yaratiladi? Faqat Alloh yaratiladi. Yer osmonga qarang. Buni qilib kim yaratiladi? Qarang. Bahor bo'lib novdalarga Xudo barg ato qilyapti, ko'kartiryapti. Buni qilib kimning qo'lidan keladi? Faqat qudratli Allohning qo'lidan keladi. Beparvo qaramaylik ekan, aql nazari bilan tan berib, qoil qolib, subhanalloh, ha qudratingdan, sen barcha ayb nuqsondan pokzodsan deb qoil nazari bilan tan berib qaraylik ekan. Shunda inshaalloh Alloh siz bizlardan rozi bo'lar ekan va ajr mukofot berar ekan. Rasulullohning gaplarining davomini qarang. Uning yo'l boshlovchisi ish bilarmonlik. Muhtaram azizlar, siz bizni xalqimizning ichida bitta noto'g'ri gap bor. Nima deymiz? Biranta odamni qo'lidan hech narsa kelmaydigan yuvosh odam bo'lsa nima deb qo'yamiz? Bu kishi mo'minlardan deymiz. Bekor aytibsiz. U sus mo'min u. Haqiqiy mo'min g'ayratli bo'ladi, shijoatli bo'ladi. Uddabiron bo'ladi. Birov og'zidan nonini birovga oldirib qo'ymaydi. Ana mo'min, bilib olaylik. Yigitlarimiz g'ayratli bo'ling. Shijoatli bo'ling. Rasulullohning hadislari bor, qarang. Robbingiz g'ayrati yo'q o'smirdan taajjublanadi. Qarang. Bir o'zi yigitlik davri ekan-u, sus ekan. G'ayrati yo'q ekan. Shijoati yo'q ekan. Yaratganimiz hayron bo'lar ekan. Bu yigit-u g'ayrati yo'qligini qarang deb hayron bo'lar ekan Alloh. Rasulullohning gaplari davomini qarang. Uning otasi rahm shafqat
Hammamiz ham ota biz. Rahm shafqat degani nima degani? Alloh bergan farzandlaringga, o'g'il qizlaringga Allohni tanit. Rahm qil, shafqat qil. Shu rahm shafqatimiz ekan farzandlarimizga Allohni tanitib, mana savob, mana gunoh deb qo'yishligimiz biz ota-onalar burchimiz ekan. Rahm shafqatimiz shu ekan. Shuni aytibdilar Rasululloh. Muhtaram azizlar, hali dunyo kelmagan, tug'ilmagan farzandlarimizni biz otalarning ustida haqqi bor. Bilib olaylik. Bu nima? Bu yaxshi juftda halol tanlab olishlik ekan. Yaxshi juftda halol tanlab. Ya'ni Xudodan qo'rqadigan. Rasululloh nima dedilar? O'zlaringa juftda halol tanlayotgan paytlaringda uni chiroyiga emas, moli dunyosiga emas, mansabiga emas, balki taqvosiga qarab. Xudodan qo'rqadimi? Xudoni taniydimi? Shuni oling dedilar. O azizlar. Men o'zi 30 yilda atrofida imom bo'lib, xalqqa shunaqa maviza aytiraman. Bir hayotimizga hozir nazar solsak, ajralishlar ko'payib ketyapti-da. Endi buni sababini o'rganishimiz kerak. Sabab nima? Sabab xotin arzon bo'lib qoldi-da, bekorga bo'lib qoldi. Chunki qichqarayotganda bir ahvolni ko'ring-da. Kuyovni uyini pardasini ilib berayotgan ham, gilamini solib berayotgan ham, mebelni olib berayotgan ham, eri xotinlik qilib yotadigan, divanigacha olib berayotgan kim? Bu qizning ota-onasi. Shuning uchun men yigitlarga aytayapman-da, hozir hech xotin olyapman demang, erga tegyapsiz. Mehnat qilib, peshinangizni tellatib, sarf qilib, xotinni olganingizda edi, xotinni qadriga yetardingiz. Bor ketor, ertaga qiz xotin olaman demasdingiz. Chunki mehnat qilgansizda, sarf qilgansizda. Shuning uchun xotin tanlayotgan paytda Xudodan taniydimi? Xudodan qo'rqadimi? Shunisi oling. Buni Rasululloh aytdilar. Va Alloh farzand bergandan keyin o'g'ilmi, qizmi? Ularga Allohni tanitib, aqlini tanigandan keyin yaratganini bildirib qo'yaylik. Hazrat Umar roziyallohu anhu xalifa bo'lib o'tirgan paytlarida tashqarida shovqin bo'lib qopti. Nima shovqin? Umar bir bola otasini urib, peshonasini yorib, ko'zini ko'kartirib qo'yibdi. Olib kelinglar ularni dedilar. Ota bolani olib kirishdi. Hazrat Umar podshoh, xalifa shundan hali bolaga qarab, badbaxt, Xudodan qo'rqmadingmi, otangga qo'l ko'targani dedilar. Shunda hali yigit Xudo kim o'zi degan ekan, qarang. Xudoni tanitmaganmi otang? Tanitmagan. Otaga qarab, ota, bolangga Xudoni tanitmadingmi? Otani gapini qarang. Shu bolam yaxshi yesin, yaxshi kiysin, birovdan kam bo'lmasin, shularni ovora bo'lib, bolamga Xudoni tanitalmabman. Hazrat Umar aytlarki, ota tul o'rningdan, yonimdan yo'qol. Peshonasi yorilib, ko'zi ko'karishga loyiq ota ekansan deb haydab yuborgan ekanlar. Muhtaram azizlar, Xudo o'g'ilni qizni berdim, faqat uni endi yeb, ichirib, kiyizish bas, balki yaratganni ham tartib. Voy bolam, manu halol, manu harom, mo'shti qilsang savob bo'ladi, mo'shti qilsang gunoh bo'ladi deyishlik siz va biz ota-onalarda bu burchimiz, muhtaram azizlar. Inisi degani akasi, ukasi, opasi, sinisi degani. Mehr, muruvvat. Qarang, mehr, muruvvat. Bu degani akangga, ukangga, opangga, siningga mehrini ber. Muruvvat qil, yordam qo'lini cho'z deyaptilar-da Rasululloh. Ayni hozirgi zamonimizda aytiladigan gapda bir hayotimizga nazar solsak, muhtaram azizlar, otasi bir, onasi bir, lekin aka, uka, opa, singil bir-bir bilan dunyo talashib, meros talashib, gaplashmasdan yurganlar nechta arazlashib. O azizlarim, Rasulullohning hadislari bor. Marhamat qildilar. Qaysi bir farzandi otasi o'tgandan keyin, onasi o'tgandan keyin akasidan, ukasidan, opasidan, singlisidan aloqasini uzsa, Alloh u bandasi bilan aloqani uzib qo'yadi dedilar.
Musa alayhissalomga Xudo aytdi: "Musa, palonchi bandam 3 kunda o'ladi" dedi. Musa alayhissalom haligi bandani kuzatib yurdilar. 3 kun o'tdi tirik, 10 kun o'tdi, 20 kun o'tdi, 30 kun o'tdi tirik. Haligi banda oxiri so'radilar. Musa alayhissalom: "Ey Alloh, palonchini 3 kunda o'ladi degding, 30 kun o'tib ketdi tirik yuribdi-yu." Shunda Alloh aytdi: "Musa, u bandamni palon qishloqda bir singlisi bor edi. Singlisini ko'rgani bordi. Shunda singlisi akasiga qarab, 'Ha, akam, sizni ko'rsam otamni ko'rgandek bo'laman. Sizni ko'rsam onamni ko'rgandek bo'laman. Sizdan ota-onamni hidi keladi deb duo qildi Alloh. Bu akamni umriga, rizqiga o'zing baraka ato qil duo qildi. Singlisining duosini barakotidan bu bandamni umriga 30 yil qo'shib qo'ydim" degan Alloh taolo. Ey muhtaram azizlar, umrimga, rizqimga Alloh baraka ato qilsin desiz, aka, uka, opa, singil intifoq bo'ling ekan, mehringizni bering ekan, muruvvat qiling ekan, yordam qo'lingizni cho'zing ekan. Shunda yaratgan inshaalloh rozi bo'lar ekan. Alloh taboraka va taolo barchalaringizni yuqorida aytilgan masalalarga amal qilishligingizga Alloh yordam ato qilsin. Jigarbaxtlar bir-birlaringiz bilan doim intifoq bo'lib, Xudoni rozi qiladigan bandalarning qatorida bo'lishingizni hammalaringizga Xudo muvaffaq qilsin. Va mana bu Turvat mahallasi, men o'zim hozir mana bir joydan Davrushonadan kelyapman. Hozir yana 8 ta bir joyda bor. Chiqib men bu xalq bilan, chunki yoshi ulug'larimiz bilan har jumalarda, boshqalarda ko'rishyapmiz. Men chiqib bu Turvatni bir yoshlari bilan ham uchrashay, gaplashay, chunki ko'plaringiz ish bilan, boshqa bilan. Shuning uchun muhtaram azizlar, mana bu xalq, Turvat xalqi, men u qadimdan aytaman, shu kelganimdan buyon, u kuni hasharda ham gapirib o'tdim. Bu sizlarda o'tib ketgan ota bobolaring hammalari bir-biriga intifoq bo'lgan. Hatto mahallada bitta odam kelmasa, osh solinmay turgan, osh buzilmay turgan, shunaqa hurmat bo'lgan, shunaqa izzat bo'lgan bir-biriga. Shuning uchun muhtaram azizlar, bir-birlaringni doim hurmat qilib, qadrlab, yoshi ulug'larni hurmat qilib, yoshi ulug'lar izzat qilib, bir-birlaringga shunaqa tarzda intifoq bo'lsalaring, inshaalloh mahallalaring bundan ham barakali bo'lib, fayzli bo'ladi inshaalloh. Men so'zimning nihoyasida yoshlarimiz, shu hammalaring yoshmisizlar, hozirdan ilm deganimda faqatgina diniy ilm emas, diniy ilm ham va dunyo ilmini ham egallaylik. Kasb va hunar olaylik. Shunda uyatimiz Xudo bergan hayo o'rnida bo'ladi muhtaram azizlar. Chunki Rasululloh aytdilarki, hayoni dushmani bor. Uyat. U nima? U tama. Tama hurib bo'ladi ona. Kasbingiz bo'lmasa, hunaringiz bo'lmasa, nima bo'ladi? Ilmingiz bo'lmasa, bu tama hurib qolasiz. Birovning qo'lidagi narsaga umidvor bo'lib qolasiz. Xudo saqlasin-da. Shu uyatim o'rnida tursin. Bu boylik ekan desiz, shu hunar, kasbga intiling, ilmga intiling yoshligingizdan. Bunaqa hali nimaga o'zi yo'l topib, birovning qo'lidagi narsadan umid qilib shu, ko'p yetgan bir kunda bu 5-6 ta joyga boraman. Har kunda bir janoza yo izdihom yo shunaqa ihson. Lekin hamma joyda ham o'zimizni vazifamizni bajarib kelamiz. Lekin bu Turvatga kelganimda men alohida yayrayman. Chunki Turvat xalqi e'tiqodlik, ixloslik, muhabbatlik. Shu bir sizlarni ko'rib, hammalaringni ko'rib bir yayrayman. Xudo taolo hammalaringizni qalblaringizda o'ylagan maqsadlarga yetkazsin. Hammalaringizni oqibatlaringizni baxir qilsin. Yaxshi ishlaringizda Alloh madadkor bo'lsin. Bemorlaring bo'lsa shifo bersin. Safarda yurganlaring bo'lsa Alloh safarlarini bexatar qilsin. Hifz himoyasi saqlasin. Mushkulli bolalarning mushkullarini oson qilsin. Qarzdorlarga Alloh yordam ato qilsin. Farzand talaflariga Alloh g'azinasidan yaxshi soliha o'g'il qizlarga ato qilib bersin. Mana Xudo xolasa o'zlarini qadimdan shu yerda ota-bobolaring ibodat qilgan Xudoga shu joyda mana chiroyli qilib ta'mir qilib qo'yibsizlar. Xudo xolasa yaqin fursatlarda inshaalloh shu yerda mana azonlarda ovozi yangrab, shu yerlarda bir Qur'on tilovatlar bo'lib, ibodatlarni inshaalloh qilasizlar. Mana shuncha ishlar yurtimizda bo'lyapti qani. Bu ishlar ham bo'ladi Xudo xolasa. Shuning uchun faqat siz bizlar bu yurtimizning tinchligini, barakasini, bu yurt boshimizni qarang, muhtaram prezidentimizni olib borgan ishlarini butun xalqning manfaati, xalqning foydasiga
ish olib boryaptilar. Xudo taolodan so'rab duo qilamiz. Alloh taboraka va taolo butun yurti elimizni tinch qilsin, osoyishta qilsin, barakotlariga serob qilgin, o'zing rahmat nazari bilan qaragin. Mana bu ahli mahallani intifoligiga ko'z tegmasin, doim bardavom barqaror bo'lsin. Xudo taolodan so'radik, mana iltijolarni qildik. Barcha iltijolarimizni o'zing qabul qilgin. O'tgan yilda ham duo qildik, yana yillarga yetkazgin deb. Mana yaratganda huzurida duomiz qabul bo'ldi. Yana yetib kelib turibmiz. Alhamdulillah. Yana duo qilamiz. Yanagi yillarga ham butun yurti el xalqimiz bilan, mahalla ahli bilan, xonadon ahllari bilan barchalarimizni Alloh taboraka va taolo yetkazib, yana shunaqa ihson dars-surhollarda xursand bo'lib o'tirishligimizni Alloh taolo nasib qilsin. Yoshi ulug'laringizni, barchalaringizni salomat qilsin. Yoshlarga duoda bo'lib yurishlaring nasib qilsin. Yoshlarimizni Xudo taboraka va taolo tavfiqda, rushd hidoyatda bardavom barqaror aylasin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain rahmatika. Rahmat, salomat. Bitta mana bir qanchalari ta'mirda ihson qilib, yo'inki mana ustalar, barchalarini Alloh taolo xizmatlaridan, ihsonlaridan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Bundan da obod bo'lishini Alloh nasib qilsin. Adamjon chekib turib qo'ydik. Rahmat, salomat. Ko'rsat. Oyoq kerak. Shunga bas, ikkovimiz ko'ramiz xolos. Ja, Lars måste ju ha en lika mycket. Oyoq kerak. Agar bu chiqib kelaveradi. O'zamiz ikki o'radaman. O'sha. Ishga boraman. O'zi. Yo'lda turishida oshga yo'q. Hatta yolculuğun ailesi yan bol. Yöne
şükürlerine hazır sarsana yetkileli. Ama Allah kıyayım sallamlar yoksa kalmaksa. Ameliyat tanrıların sağlıklı içinleri aman tanrıların geç aman sayısı olsun. Allah bana o baharı şükür yapsın. Bana Osmanlı'na yerden çıkan balalardan Osmanlı'na çıkan balalardan Allah'ın Şimdi zaman maksatlar yoksa kıyam olsa Allah daryalarda kabul kılsın. Allah hamalımızı, Allah oylarımızı, kalplerimizi, oylarını yeşil olmaya sayılasın. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأساتذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا، وإلى أرواح جميع أنبيائك ورسلك وأوليائك وعلمائك وصلحائك وأتباعهم وأهل طاعتك أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Parvardigora hammalarimizga tinchlik, omonlik, xotirjamlik, sihat salomatlik, uzoq umr, halol rizq, rishq hidoyat bergin. Gunohlarimizni mag'firat qilgin. Hayotimizni, oqibatimizni va oxiratimizni ham go'zal qilgin. Bundan keyingi hayotimizni diningda mustahkam qilgin Parvardigor. Parvardigor bizlarni qalblarimizni ilohiy nur bilan yoritgin. Chiroyli ma'rifatingdan nasib aylagin. Allohim muhabbating va sening roziliging biz uchun jannat saodati bo'lishligini nasib rozi aylagin. Seni kamoli bilan tanimoqlikni muyassar aylagin. Ilm laduni bergin, o'zingga va rasulingga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qilgin. Parvardigor bizlarni dargohingga taqvodor qullaring bo'lib, sodiq do'stlaring bo'lib, sevgan bandalaring bo'lib, yorug' yuz bilan huzuringga borishligimizni ham nasib rozi qilgin. Parvardigor bu xonadonda qilingan barcha ihsonlarni, barchalarimiz tomonidan qilingan ihsonlarni, bu xizmatlarni qo'li bilan, tili bilan, puli bilan, bu maslahati bilan xizmat qilganlarni Allohlarga qabul qilgin. Barchalarni o'tib ketgan ota-ona, bobo, akalarni g'arib rahmat shohida jannat qilgin. Qolganlarni hammalarini sog' salomat qilgin. Bu Turva mahallasini Alloh Parvardigoram har xil balo, ofat, qurut, tuhmat, hasad ko'zlarda o'zing hifzi himoyangda saqlagin. Allohumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allohumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Parvardigora mana shahrimizda, qishloqlarimizda fermerlarga ham Alloh duo qilsinlar deyapti. Alloh Parvardigora ularga ham qilayotgan muozirotlarga, dehqonchiliklarini osmon va yerdan chiqadigan balolardan o'zi asrab, dehqonchiliklarni mo'l qilishni Alloh nasib rozi qilsin. Hammalarimizning Parvardigor xonadonlarimizga tinchlik, omonlik, xotirjamlik ato qilgin. Har xil balo, ofat, qurut, tuhmat, hasadlar ko'zlardan o'z saqlasin. Farzandlarimizdan, oilamizdan bardastlar chiqish nasib qilsin. Bizlardan keyin mana shu xonadonlarda, shunaqa bir diyorlarda o'tirib duo qilishlikni ularga ham nasib rozi qilgin. Allohumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik bi rahmatika ya arhamar rahim. Assalomu Tuh, bila ketam. Jetzt kann er mich nicht.
Ana